Sizga shunaqa deyitga o'xshaydi. Ha, shunaqa. Onyx mexanika. Uzilmas chiqmadi. Ana, eshityapsizmi? Jiringlayapti. Hozir boshlaymiz mana. do'stlar. Ona yurtning bag'ridan zivolasi, Toshkent piyolasi. Ona yurtim bag'ridan zvolasi, Toshkent piyolasi. Onyx mexanika valimiz, Onyx avtomat valimiz. Birinchi eng asosiy farqi mana shu oldida chekkasida bo'ladi. Avtomatda bo'ladi, mexanikada umuman bo'lmaydi. Ha? Ya bo'zrayib qoldilar. Og'aylarim maqtaganlardan ham ortiq. Ikkinchi farqi chekkani birinchi qismida bo'ladi. Avtomatda uzun va qalin bo'ladi, mexanikada kalta va pastda bo'lmaydi. Va uchinchi farqi albatta qalinligida bo'ladi. Avtomatimizni vallari hamma shekillar qalin bo'ladi, mexanikamizki ingichka bo'ladi. Bundan tashqari Onyxda xohlasangiz kiladicha, xohlasangiz valda o'zi. Avtomatda ham xohlasangiz val, xohlasangiz kiladicha va hatto kiladishni bo'lib ham, donaga ham beramiz. Bizga murojaat qilinglar, ishlayni hal qilib beramiz.